Sure İbrahim tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an şundak kitaptır ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onu sana kişilerini Rabbinin izni bilen qarang'uliqdan, yani küfrden yoruqliqqa, yani imanға çıqırışın üçün g'olib hamma tillarda madhilangan Allohning yo'liga boshlashin üçün nozil qildik. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qattiq azobdan kofirlarga voy. Ular bu dünyani ahiretten artık gördü. Kişilerini Allah'ın yoludan, yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yolunun egri bolışını tileydi. Ular haqdan yirak boğan gümrahlıqtıdır. Qandaqlı bir peygamberini evetmeyli, onu biz öz kavmige Allah'ın şeriatini bayan qilish üçün fakat öz kavminin tili bilen sözleydiğen qılıp evetdik. Allah xalığan adamni gumrah qılıdı, xalığan adamni hidayet qılıdı. Yani peygamberlerinin vazifesi fakat tebliğ qilish bulup, hidayet qilish işi Allah'ın ilkididir. Allah g'olibdir, hikmet bilen iş qilg'uchidir. Biz Musa'ni mo'jizlarimiz bilen hakikaten peygamber qilib evetdik. Onunğa dedik ki, qavmingni qarang'uliqdan, yani küfrden yoruqliqqa, yani imanға chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini esletkin. Buningda balaga sabr qilg'uchi, ne'matga shukr qilg'uchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Musa öz vaqtida öz qavmiga Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Allah öz vaqtida sizlarni Fir'aun qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaytdi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaytdi. Xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qaldiratdi. Buningda Rabbinglar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi dedi. Öz vaqtida Rabbinglar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Eğer küfran nimet qilsanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi deb jakarladı. Musa öz qavmiga eğer sizlar ve bütün yeryüzüdeki kişiler kafir bulup ketsanglarmi, Allah'a qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Çünkü Allah albatta hammadan behojatdir, madhilashga loyiqdir dedi. Sizlardan ilgari o'tgan Nuh, Ad ve Samud kavimlerinin ve ulardan keyin kelgan sonini fakat Allah biladigan ummatlarning xabari sizlarga yetmedimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar bilan keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning ig'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumon demiz dedi. Payg'ambarlari osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Allah gunohlaringlarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga chaqirdi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajalinglar yetguncha ta'xir qiladi dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshash inson, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq fakt ko'rsatinglar dedi. Payg'ambarlari ularga biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz. Lekin Allah bandalardan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Allah'ın iznisiz sizlarga hech qanday fakt ko'rsatilmaymiz. Mu'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. Allah bizni
Allah'ni tanıydigan yollarımızga yetekligen tursa, nimişki Allah'a tevekkül kılmaylı? Bizgi yetkizgen aziyetleringlarga elbette sabır kılımız. Tevekkül kıyıcılar fakat Allah'a tevekkül kıysun dedi. Kafirlar peygamberlerge sizlarni ziminimizdan çokum haydab chiqirimiz yoki çokum bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Rabbi mundaq vahiy qildi. Zolimlarni çokum halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin ziminda çokum sizlarni turg'izamiz. Bu yani g'alaba mening oldimda turishdan, yani so'roq tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Peygamberler Allah'tan medet tilidi. Her bir uçuğa çıkan tersa şefkatsiz, yani Allah'a itaat kılışqa gerdankeşlik qilib hakikatten baş tortquchi halok bo'ldi. Onun aldıda cehennem turdu. Cehennemde o yirin aralaş su bilen sug'urildi. Onun açıklıkıdan onu yutumlap içip tasdikte yutudu. Ölüm onu qorishib oladi. Lekin o hergiz ölmeydi. Shuningdan keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. Rabbini inkar qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol ushirib ketgan bir dövek kulga o'xshaydi. Kafirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun azroqmi savobga erisholmaydi. Bu cho'nqur izishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosida yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolisa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib etib, o'rninglarga sizlardan yaxshi yangi odamlarni yaratdi. Bu Allah xiyn emas. Ular, yani haloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlardan chiqib Allohga muloqot bo'ladi. Acizleri, yani ergeçkiçileri, mutakabbirlerge, yani ergeçtirgiçilerge, şübhisiz ki biz sizlerinin ergeçkiçinler idik. Sizler bizge boluvatkan Allah'ın azabından azrak deb'i kılalam sizler, deydi. Ula, Allah bizni hidayet kıygan bolsa idi, biz elbette sizlerini hidayet kılattık. Biz meyli nale feryat kılaylı, meyli sabır kılaylı, barbir o'xshash. Bizge hiç qandaq qaçıdığan joy yo'q, deydi. İş bitkende, yani hesap tugab, cennetiyle bilen devzihiyle ayrılıp bo'lganda şeytan, Allah hakikaten sizlarga itoat qilg'uchini mukofotlash, osiylik qilg'uchini jazolashdan iborat rost va'dini qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin terilish, savob, jazo degandeklar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga, zo'rlig'idek hukmronligim bo'lg'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqizolmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqizolmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda shirik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Shubhisizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi, deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar Robbining izni bilan ostidan o'z tanglar iqib turadigan jannatlarga kirdi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. Allohning mundaq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kelime tayyibe, yani yaxshi söz, iman kelimesi,
yiltizi yerning ostida bo'lgan, shixi osmonga taqashgan. Rabbining izni bilan vaqti-vaqtida meyve berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga vaz nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasi zamindan qo'mirilib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Allah mu'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi. Allah zolimlarni gumroh qiladi. Allah xolig'ini qiladi. Allah'ning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'midingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un shiriklarni paydo qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'linglar. Shubhisizki sizlarning boradigan joyinglar davzaxdir degan. Mu'min bandalarimga aytqinki, ular namozni ado qilsin. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yo'shirun va oshkor yo'sinda sadaqa qilsin. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq qilib, nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kemalarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunning tartiblik davr qilib turadigan, sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Allah sizlarga so'ragan narsanglarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matlarini sanab tugatolmaysizlar. İnson shak shubhisizki zulm qilg'ichidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'ichidir. O'z vaqtida Ibrohim aytdi: Rabbim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlog'i cho'qinishdan yiroq qilgin. Rabbim, ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Ya'ni nurg'un kishilarning izishiga sababchi bo'ldi. Kimiki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimiki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uni mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Rabbimiz avlodimning bir qismini, ya'ni balam İsmail bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni san ibodat qilsin deb sening hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Rabbimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. Ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. Rabbimiz, sen bizning yo'shirun va oshkor qilganlarimizni bilib tursan. Osmon zamindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. Jami hamd sana yaşang'inimda menga İsmail bilan Ishoqni bergan Allohga xosdir. Rabbim haqiqatan duoni anglab turg'uchidir. Ya'ni duo qiluvchining duosini ijobat qilg'uchidir. Rabbim, meni va bir qism avlodimni namozni ado qilg'uchi qilgin. Rabbimiz duoyimni qabul qilgin. Rabbimiz hisob oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Allah ularni jazolashni shu kunining dahshatidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi.
Bu günde ular başlarını kötürüp algı qarab çapıdı. Közleri içilip kalıdı. Tınırğallıqdan dilleri akıl idraktan hali bulup kalıdı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kişilerini azap keladigan gün, yani kıyamet günüdün agahlandırgan. Bu günde zalimlar, Rabbimiz bizge qisqagina vaqt möhlet bergin, yani dunyoga qaytirgin, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hergiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. Özleriga zulm qilganlarni halak qilganligimizdan keyin, halak qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchu, ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin bitmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rib etgidek cho'ng bo'lsa-mu, Allah ularning mikrini barbod qildi. Allahni payg'ambarlarga qilgan va'dasiga xilof qildi deb o'ylamagan. Allah haqiqatan g'olibdir. Do'stlar uchun dushmanlardan intiqom olguchidir. O günde ziminni başka bir ziminga, osmonlarni o günde ziminni başka bir ziminga, osmonlarni başka bir osmonlarga aylandi. Ular yani bütün haloyiq qabrlardan chiqib, yegane qudratlik Allah'ның dergahida, yani mahşergahda hazır bo'ldi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o günde günahkarlar, yani kuffarlarni zincirler bilen bir-biriga chetilib bağlangan halda görsem, ularning ko'ngliki qarimaydin bo'ldi. Ot ularning yuzlarini o'rib oldi. Allah her kişinin qilmishiga qarab shundoq jazo berdi. Allah albatta tiz hisob olguchidir. Kişilerning agahlandırılışı, Allah'ның bir ekanligini bilishleri, aql egillarining va'z nasihat elishleri uchun bu Qur'on tabliğdir. Yani kişilerge tabliğ qilish uchun nazil qilindi.